O'rtoqlar, hozir bitta vaqt bo'lib qoldi. Sizlarga Shveysariyada ishlab chiqarilgan yog'ni ko'rsataman. Mana. Hoppa. Shveysariyada ishlab chiqarilgan yog' Gear Oil Ape SA80 va 5 litrlik. Mana shu haqiqiy Shveysariyada ishlab chiqarilgan. Chunki o'zim yukladim borib, Shveysariyadan zavodidan ishlab chiqaruvchi tushiryapmiz hozir Shvetsiyaga. Katta bochkada 10 litrlikda, 5 litrlikda. Adashmasam bu mana 5 litrlik, bu tonna bo'lsa kerak, 1000 litr. Bu ham shunaqa 1650 kg maksimum nagruska deb yozib qo'yibdi. 10 litrlik, 300 litrlik bochkalarda. Shveysariyaning brendida Motorex degan. Mana Motorex AG Sweden. Sweden transport. Shveysariyaniki Shvetsiyaga kelyapti bu. Bunaqa dokumentlari bilan. Qoppa. Agar mana shu brendni ko'rib qolsanglar, Motorex Shveysariya desa, Shvetsiya desa ishonaverasizlar. Shunaqa yukam bo'ladi. Bu 5 litrli yog'dan O'zbekistonga olib borib mashinaga qo'ysak qanday bo'ladi? Nima deysizlar? Nech pulligina?